Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir biz Andijon viloyati Jalag'uluq tumaniga tashrif buyurganmiz. Ya'ni Mansurjon akami qarorgohiga. Assalomu alaykum Mansurjon aka. Bu mana Mansurjon akam Jalag'uluqda zo'rlardan biri. Tunuka sohasida barcha san'atkorlarga istaganmiz. Mansurjon aka o'z haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. 5 yildan beri ish faoliyatini olib boryapsiz. Bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Bu sohaga 17 yoshimda ustamga shoir tushganman. Ustamda 5 yil yurganman. Ustamdan duo olgandan keyin 2010-yil duo olganman. Shundan beri shu sohada ustamga ish qilib yuribman. Endi Tunikafonga keladigan bo'lsak, Tunikafonni boshlaganimizga 5 yil bo'ldi o'zi. Tunikafon kelganchalik yo'q. Undan oldin o'sha temirchilikda ishlaganmiz. Temirchilikda yurganmiz. 5 yildan beri hozir Tunikafon sohasida ishlayapmiz. Ishlab kelyapmiz. Hozir sizni qo'lingizda ishchilar bor. Shogirdlarimiz bor. Shogirdlar bilan yildaga akalarimiz bor. Mashetta faoliyatimiz boshlanadi. Ish jarayoni boshlanishi, Tunikafon boshlanishi mashettadan boshlanadi. Bu list holatda mana keling. Mana shu listlarni olib kelib yozib, kesib, mana shu yerda kesiladi. Keyin klientni zakaz qilgan odamning uyiga boramiz. Shu yerga borib, mana shu yerda ustanovka jarayoni boshlanadi. O'z listlarda qalinligi qanaqa, necha xil turlari bor sizda? Endi dasturlarni ish qilasiz. Listlarimizni hozirda 3,5 ming bor, 35 bor, keyin motori bor. Mana bu glyansli deb qo'yamiz. Sizlar bu motori, mana bunisi 35. 3,5 ming. Eng hadovoy hozir shular. Ikki oy hadovoy. Klientning zakaziga qarab, bunisida 5 ming so'm masalan farqi bor. 5 ming pul. Kvadratini necha puldan olib chiqaryapsiz? Shuni tayyorlab beryapsiz? Yo'q, kvadratini tayyorlab berishimiz 55 ming so'mligi bor. Mana bunisi 60 ming so'mdan tayyorlab berish jarayoni. U o'zingiz alohida ustangiz bo'lsa, agar komplekt qo'lning ustanovkasi bilan bo'lsa, 130 ming so'mdan 150 mingga dollar ustanovkasini qilib beramiz. Hamma yo'g'i ichida, reka samolyot, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Materiallar ham ichida bo'ladi. Ustanovka qilib chiqib ketadi. Demak, tayyorligini bitkazib beramiz. Hozir tayyor joylarga ham borib ko'ramiz. Hozircha do'konni ozgina obzorini qilsak. Demak, bu uskunamizda nimani amalga oshiramiz? Men bu uskunada burchaklarini kesadi. Mana bu burchak. Demak, bukilish uchun. Bukilish. Oson bo'lish uchun. Keyin bularda bukiladi. Bu holat. O'sha burchak kesilgandan keyin holatda bukiladi. Demak, mana bu holatda Tunikafonni tayyor bo'lar ekan.
bola bo'ladi bo'taloq. Keyin bo'ladi bo'ydoq. Gar juganini sololmasang boshingga bo'ladi tayoq. Mana 3 metr ekan aka. Ne ishlarni ko'rmadi bu boshlar. Shuning uchun oqardi qop-qora sochlar. Uylanganmisiz? Yo'q. Riyozat chekmaguncha yor vasliga yetib bo'lmaysiz. Qo'yil. Sig'dirish borda. Endi ana shu yerdan yana bitta. Qaysini? Bitta, liboya bittasini. O'g'lim otang qariyapti ishlatib ol. O'g'lim otang qariyapti ishlatib ol, 32 ta taliq go'shti. 32 ta tishlarida taliq go'shti tishlatib ol. Voy malades. Mana uni qaranglar. O'g'lim otang qariyapti ishlatib ol, 32 ta tishlarida taliq go'shti tishlatib ol. Mana uni qarang, bu oltinga teng gaplar. Hozir mana bu yerdagi ishlarni, ish jarayonlarini oldik. Xudo xolasa endi aka, bir qilingan joyga ham olib borib ko'rsating, bir ko'raylik. Ketdik. Shahboz akam chanqab ketib, suv olgani chiqdi. Yo'limizda davom etamiz. Hozir Mansurjon aka, qayerga yo'l oldik endi? Motorda oldi. Aha. Yerda ish qilyapti hozir. Qotortolda demak tunikafon qilishyapti bu yerda. Mana shu yerda darvozaxonasi bor, shu darvozaxonasi. Hozirgi paytda yana 3 ta joyda ish qilishyapti, 4 ta joyda ish qilyapti. 4 ta joy obyektda ish ketyapti. Demak, sizlarda ham tinimsiz ish ekan, tinim yo'q. Dam olish kun belgilaganmisiz o'zingiz uchun? Dam olish kuni shu 2 haftada bir yakshanba kunlikda dam olamiz. Har qalay dam olish kun 2 haftada bo'lsa ham 1 kun bor ekan. Ha, bor. 2 haftada 1 kun. Keyin bu yoqqa o'ynagani boramiz, aylangani boramiz, bolalar bilan shogird. Shogird, ha. Olib boramiz, jamlaga. Sizda saxiy ustakalar ko'paysin. Aylangan o'tganlar ham bir xonobodlarga borganmiz. Ha, ha. Bu yoqqa dam olgani boramiz bir kun. Achalarga. Ba'zi ustakalar bor, shogirdlarga yaxshi e'tibor qaratmaydi. Har doim shogirdlar yangilanib turadi. Lekin men sizni anchadan beri tanaganim uchun shogirdlaringiz ko'paysa ko'payyapti, eskilari chiqib ketmayapti. Bunga sabab shu. Iloji boricha men anaqada boshqa insonlar ham tirikchilik qilib, oilasini baxsa, yaxshi daromad ishlasin deyman, yaxshi daromad ishlasin deyman. O'rganaman degan odamni ko'ksidan itarmaymiz, o'rgatamiz albatta. Ular o'rganaman, ishlayman degan odamni qaytarmaymiz. Ish bor, hammaga Xudo rizqini beradi. Tezroq berib olish kerak Murolimdan shu. Ugolovlarda tayyorlagan ugolovlar. Izzatullohlar. Xudo beradi, qandaydir o'zi baraka beradi. Mana shu ishlaringizni qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz bo'laveradi. Har doim bir xil ishlar olasiz. Bo'lmasa, nasib qilmasa bo'lmaydi. Shu ishlar olasiz, pul topa olasiz, lekin oshilmaysiz. Oshilmayapman deysiz. Olamiz deysiz, olamiz. Vaqt soat keladi, nasib bo'ladi, o'zidan o'zi ko'payib, pulingiz ham barakali bo'lib, olaverasiz. Faqat shu sabr qilib, shukr qilib, boriga qanoat qilib yuraverasiz. Xudodan so'rab. To'g'ri aytasiz. O'zi
beradi. Hozirgi kunda shogirdlaringiz sizdan chiqib o'zlari yakka ish ham boshlaganmi? Ha, ikkita shogirdim shunaqa alohida ishlaydi. Ikkita shogird chiqargan. Ular ham shu Jalag'uduliymi? Ha, shu joyda mana shu yerda o'zida ish qilishyapti. Boshlaysiz. Aha, Muhammad Sodiq akaning mashinasi. O'zlari ham shu yerda shekilli. Assalomu alaykum. Izzatullo aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Sizlar? Hormanglar. Bu necha rasm? Adamga Mana hozir ish jarayoni ketyapti, qizg'in. Mansurjon aka, bu yer mana oxiriga yetib qolibdi. ha, oxiriga. Necha pulga bityapti? Qancha kvadrat joy bo'ldi bu yerda? Hozir bu yerda faqat shu dorozaxonasini o'zini qildik. Aha. 33 kvadrat atrofida 135 ming so'mdan bo'ldi buni. 135 ming so'm. 4 million 600 ming so'mga bitti hozir. Xizmat haqi, material ichida. Material ham yo'q ichida shu reyka samarezlari bo'yicha materiallar. 4 million 600 mingga bitti. 4 million 600 ming so'mga mana ko'rib turganingizdek chiroyli bir fasonimiz tayyor bo'lyapti ekan. Buni mana bu o'stirmalarini tayyorlab berganmiz. Uyda egasini o'zi o'rnatgan, faqat zakot ishlasini tayyorlab berganmiz. Keyin bu dorozaxonasini biz ham yo'q ichida qilib beryapmiz. O'zimiz ustanovga qilib beryapmiz. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Menga yoqdi misol uchun. Did bilan chiroyli chiqyapti ekan. Bu qanaqa usul dedik? Shahmat usul dedik buni. Hozirda bir trendga aylangan. Mana hovuzlari atrofga hovuz deb qo'yiladi. Shu hovuzni oq qilardik. Uyda egasi taklif berdi, mokriy qilib bering dedi. Mokriy qildik, bu ham o'ziga yarasha bir go'zal holatga chiqdi. Bu yerdagi hammasi ustakalarimiz, o'zimizni qadrdonlarimiz, nechnilar, aka-ukalarimiz. Zo'r ish qilishyapti ekan, qo'llar dard ko'rmasin. Mansurjon aka zo'r chiqyapti ekan mana ishlar. Botirjon, necha kvadrat joy bu joy? 33 kvadrat doğru. Necha kun ichida tayyor bo'ldi 33 kvadrat? Tayyor bo'ldi. Demak, 33 kvadrat joyimiz 2 kun ichida tayyor bo'libdi.
Ustagalarimiz juda sifatli ish qilishadi, ko'rib turganingizdek. Ham tez ish qilishadi. Haq beramiz, ha? Benim kulağım böyle yaptı. 130 mingdan 140 mingga davomida hozir endi. Dorixona o'stiramiz. 150 ming. Renkler hem müziklerden kulağındı. Hamma yo'q ichida, ha, material, beka, samolyot, hamma yo'q ichida bo'ladi. Ne ona o aka o renkler kanakaları buladı. Ne? Seri araydı ben. Nima ona o? Oqqa mokriy bo'ladi-da kamari, yosh kalad tanlaysiz uni, tanlaganingiz oling. Ona bizden bir kırık bir kolaydı. O bana bir de bekliyor. Bor. Benim de koşu yanki köre düşündü. Gruppaga hozir qo'shsam ko'rinmaydi-da sizni qo'shgan. Men o'zi sizga rasm tashlayman menga Telegramda. Aka yine iki bakın çıkabiliyorlar. Benim onu sözüm. Ha. Ona doğru 60'ga 9,5 metre 10 metrelik nima bor? Ha. Doğruluğunda 9,5 metre soplandı. Ha. İleriki uzunluğu 40 metre. Bitta o'stirmaniki bor. Nechi chiqqan? Benim de 70'lik kamusu gerek. 70 pastga tushishi 40, 50, 60. Ben afiye tushim. Zaten onu Ko'p tushmaydi. Ha, 30 santimetr tusham. 40 metr, ha? 40 metre. Ha. Hozir. Metr o'stirma. Yana unga o'stirmaga 21 metr qo'shasiz. 21 metr necha? Ashi bir xil ashim bilan. Ha, bir xilmi? 61 metr ekanda hammasi. 61 bo'lyapti. Endi qarang, hozir mana darvozaxonani ikki tomonini bilan mana o'ng tomoni bor deng. U tomonniki 2 metr uzunroq chiqadi endi. Ha. O'stirmasimi? Ha. Necha chiqadi taxminan? Bir 10dan chiqadimi shunaqa. 9 metr joymi? 10 metr hisoblab qo'ying uni ham. U 10 metr alohidami, ona 61 metrdan tashqari alohida. Ana uni metr boshqacha chiqadi-da. Hop, 10 metr, biru 10dan hisoblang. biru 10 bo'lsa, pastga 30 tushsa, biru 40 bo'ladi. Ha. Hop, 85 bo'lsa hozir to'xtayman. 10 metrga biru 40 bo'lsa, ko'paytiramiz. 85. 105 kvadrat atrofida o'stirma bo'lyapti. Aha. To'ri 60 ga 9,5 bo'lsa, 10 hisoblang, 9,5, 10 hisoblasam, 10 hisoblasam bo'lar. 9,5 hisoblang 87. 192 bo'lar. 192 kvadrat atrofida chiqyapti. Ha, endi hozir 192 bo'lsa, Eng arzoni 130, 135 qalinrog'i 04 dan bo'lsa 135, 140 milligi ham bor. qanaqa hisoblayapmi? 140 dan hisoblaylik, ha? Hozir 140 ni ko'paytirdim 192 ga. 26 million 930, 27 million hisoblab turarasiz-da. 2 million hisobladim mana gena. Ha. Shunga uni men hozirga mana nomeringizni Telegramga bor-a? Ha, mana shu nomerda Telegram bor. Narsa jo'natib qo'ysiz, men sizga tashlayman rasmlarni, fasonlarni. Hozir meni aka, hozir men sizga ham tashlayman. Ha. Shunaqami hozir fasonni ko'ruvdim-da. Ha. Mashina ham tashlayman hozir. Men cho'cholaydim hozir. Bor. Bu fasondan bo'ladigan bo'lsa, orqasiga 30-40 hali ko'p tushish kerak. Joyiz balandroq bo'lishi kerak, joy bo'lishi kerak. 70 santimetrdan keyin pastga joy ko'proq bo'lishi kerak. Shunga demoqchiman. Bunaqa ham chiqaverasiz? Ha, to'g'ri.
Bundan yaxshiroq bunday hali nima deydi, skromniy chiroylilar bo'ladi-yu, bundan ham chiroylilar bormi yo'q? Bor, fasonlar bor. Majmua bo'lmas kerak-da. Ma'suraga bir ko'rganda zo'r deydigan bo'lish kerak-da. Bo'laradi, boraman, haliroq borib ko'raman, o'stirmaysiz, ko'rib turib, mashinaga qarab chiqaramizda fason. Bo'lmasa bir soat men 5:30da qizlar tashlab olaman ishxonamning. Ha, Kiraymi do'konimga? bo'laradi. Xo'p aka. Hop. Mana shu gapimiz isbot bilan mana hozir Mansurjon aka sizga demak bemalol aloqaga chiqib hisob kitoblarini bilish uchun ham aloqaga chiqsa bo'laverar ekan. Joyini ko'rib, razmerini o'lchab, o'stirmasiga qanaqa fason tushadi, shuni tanlaymiz. Endi bir xilgilar fason tanlaydi, lekin o'stirmasi u fasonga aytmaydi, tushmaydi. Shuni ko'rishimiz kerak biz. Ko'rib turib, keyin mana bu fason tushadi, yo'q mana fason tushmaydi bu. Fason tushmaydigan fason tanlab olgan bo'lsa, bo'p beramiz deb biz qila olmay qolishimiz mumkin. Tushunish kerak. Shunga qarab bera olamiz. Tushunarli. Lekin Toshkent zavoddan chiqadi. Va do'stlar, hozir Mansurjon akam bitkizgan xonadonga tashrif buyurdik. Narx-navolari, necha kvadrat, qanchaga bitdi, barchasi haqida Mansurjon aka ma'lumot berib o'tsangiz, qiziq albatta. Bu xonadonimizga 35 million so'm ketdi. 250 kvadrat atrofida, ya'ni 130 ming so'mdan qilib berganmiz. Barcha xarajatlari ichida choksiz tarnovlari, turbalari bilan tushirib berganmiz. Bu hamma tomoni mana bunday choksiz tarnovlari, turbalari bilan pastga tushib berishi bilan shu xarajatga bo'lgan. Xatolar ham chiroyli chiqqan. Xohlasa bir 100 dan ortiq xonadonlarni shunga chiroyli holatga qilyapmiz. Qilib kelganmiz. Bu bittasi bo'ldi. Yana bunaqa devor ashkalari, katalog, o'stirma, darvozaxona hamma xizmatlarini ichida 130 mingdan 150 minggacha qilyapmiz. Demak, barcha xizmati ichida, materiali ichida hammasi 130 ming so'mdan tushyapti yoki 150 minggacha. Nimasiga qarab, tunikani qalin, yupaligiga, fasoniga qarab. Fasoniga qarab. Demak, usta akamiz ancha tajribali, Mansurjon aka. Mana 15 yil yo'q-yo'g'ida, shu 20 yil yo'q-yo'g'ida shu sohani ichida yuribdilar. Barcha tunuka bilan bitadigan ishlar bo'lsa, marhamat Mansurjon akamga aloqaga chiqishinglar mumkin. Pastda nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib, maslahat so'raganda ham telefon qilsanglar bo'ladi. To'g'rimi Mansurjon aka? Xudo beradi, qandaydir o'zi baraka beradi. Mana shu ishlaringizni qiladi, qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz bo'laveradi.